Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma. Hürmetli qarindoshlar, bugün sözlemoqchi bo'lganimiz ro'za nomli darsligimizning 6-darsi bo'lgan ro'zani sundirmaydigan, buzmaydigan omillar degan 6-darslikka keldik. Biz bundan ilgirki darslarda ro'zani sundiruvchi omillar, ro'zani kafarat bilan birga qazoni vojib qiladigan yoki qazoligini vojib qiladigan omillarni so'zlab o'tgan. Masalan, u omillarni qisqacha takror etib ketsak, ro'zani kafarat bilan birga qazoni vojib qiladigan omillar bo'lsa, har qanday odam qasddan ayoli bilan yaqinchilik qilsa Ramazan kunduzida yoki qasddan yesa, ichsa, qasddan g'izo yoki duru bir narsani yesa, ichsa va shuning hukmidagi narsani, masalan, tamokini qasddan cheksa, ishlab turib, mushu odamlar bir kun qazo va kafaratni tushunib o'tgandik. Ya bir qul ozod qilish, agar uni topolmasa, ikki oqmoq ro'za tutish, agar uni qilolmasa 60 miskinga tamoq berish. Har bir miskinga bug'doydan bersa 3 jang, ya'ni 1,5 kilo. Agar xurmadan bersa 3 kilo. 6 jang, ya'ni 3 kilo. Kunligiga har bir miskinga. Ayda birib 60 miskinga tamoq berishni. Buni atdigan tamoq bersa, atdigan kechlik tamoq. To'yg'iday bir kunlik o'sha atdigan kechlik tamoq bersa, tamoq bersa. Shunda birib kafarat beradiganligini. Shuning tafsilotini bayon qilgan. Undan keyin nima qiladigan omillardan yig'inchoqlab aytganda, ya'ni ro'zani sundiradigan, lekin kafarat vojib qilmay qazonni vojib qiladigan omillardan har qanday odam, masalan, ukul saldursa, masalan, ukul saldursa dedik. Burnidan bir dorilarni temizsa, yoki quloqlardan dorilarni temizsa, yoki qo'saqlardagi, kalalardagi yarlarni, yerilib ketgan, odam qo'sqiga yetadigan yarlarni ish qilib, har qanday yo'llar bo'lsa, oshqozon uchiga iborat ayda ichki qo'saq qismlariga yetkazadigan, har qaysi yo'llarni yetkazadigan yo'llarni kasallarni davolasa, shuning bilan ro'zani sinadiganligini so'zlab o'tgan edik. Endi undan boshqa ahvollarni tafsiliy bilmoqchi bo'lganlar ilgirki darslarga qarasanglar bo'ladi. Endi bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz bo'lsa, ro'zani sundirmaydigan omillar. Bu ro'zani sundirmaydigan, buzmaydigan omillar bo'lsa, qisqacha so'zlab o'tsak, masalan, ro'zador unutib qilib bir narsa yesa, unutib qilib bir narsa ichsa, unutib qilib ayoli bilan yaqinchilik qilib olsa, unutib qat'iy esida yo'q holatda uning ro'zasi sinmaydi, buning qazomi vojib bo'lmaydi, kafarat vojib bo'lmaydi. Agar ro'zador uxlab qilib, ehtilomlab qolsa, shayton uxlab qolsa, yoki ayoli qarab o'tirib, yaqinchilik qilmasini qarab o'tirib, sperma ketsa, yoki yog'lansa, yoki qon oldirsa, ya'ni lo'n qo'ydirsa, yoki sperma tassa, yoki ayolini so'ysa, ya'ni mani inzal bo'lmasdan, sperma chiqib ketmasdan ayolini so'ysa, ro'zadorniki ro'zasi sinmaydi. Agar ayolini hamda suyab yoki silab sperma chiqib qolib qolsa, ayolni bilan buniki ro'zasining sinadiganligini ilgirki darsda so'zlab o'tdik. Endi ayolni suyash shu meni ketmaydi-ku deb o'ylagan odamning ro'zador holatida ayolini so'ysa, chatoq yo'q, lekin shu ayolni suyab sasliganda o'zini tutolmaydigan, yo sperma chiqib ketishidan yoki ayol bilan yaqinchilik qilishdan ansaydigan odamniki ayolni suyab silashlari makruh. Undan keyin
bir adam yok kusuk mu da özü konuda yeltip kalıp konuda ilişki gidip özü konuda ağzı tıkıp kusmusun özecekse kusuk gelgen bolsa bunun ısınmaydıganlığı. Lekin kasten kussa ağzı konuda ağzı tıkıp kasten kusur eğer toş kusar özü sınıdığanlığını söylep ötken edik. Endi hazır biz şu ruzu sınıdığan amillarını bir tefsili sözle bitirelim. Isınmaydıgan amillarını tefsili sözle bitirelim. Endi ruzudar bir narsani unutib qilib bir narsani yesa yoki ichsa yoki unutib qilib ayollar yaqinchilik qilsa buning ruzusi sinmaydi dedik. Nimishqa deganda, chunki Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, "Iza nasiya fa akala wa sharaba wa shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, qachonki ro'zador unutib qilib bir narsa yesa va ichsa, ro'zasini komil tutaversin. Chunki Alloh uningga faqat Allohning tamoq berdi va uni Alloh taolo o'zi sug'adi. Alloh taolo o'zi bilib uning tamoq berdi, o'zi sug'adi. Demak, buning unutib qolganlik sababidan buningdagi xatolik hammasi ko'tarilib ketadi. Shuning uchun odamın men yashashni o'zini ketib bir narsa yemasin. Komil o'zini tutaversin. Bunga hech qanday daxl taraj etmaydi. Endi bu hadisdan chiqadigan dalil biz 5'tiki hadisda 5'tiki bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip "Ya Resulallah, ben Ramazan'da ayolim bilan yaqinchilik qilib saldim" dedi. Peygamber sallam anda olası bir kul azat kıldı dedi. O adam ben tapamayım dedi. Anda iki ayağımı akılış tuttu. Ben tutamayım dedi. Peygamber aleyhisselam emis 60 miskin tamak var dedi. Ben de başım yok dedi. Peygamber aleyhisselam bir sevat hormonu keltirip muşunda taktip dedi o adam. Ben muş Medine'nin içidim. Ben de buna mert adam yok dedi. Peygamber aleyhisselam emis ailenge belgeni. Bu sağlam kupayık senden başka emas degen. Muşun mezmundaki hadisde biz bir dersimiz sözde bitken edik. Şu hadisini delil kılıp ve onun başka yeni bir Ramazan'da ruzusunu sundursa onun da kaparat vacip budu degen hadisimiz sözde bitken edik. Şu vakti da demek ruza degen tağın şu doğru tağın yani Fecr Sadık'tan tatip gün olduğuca yemek içmekten ve cimadın ve toxtaş, üzünü toxtatish degan mushu roza deb tushuntirib o'tgan. Mana mushu üç xilning qaysi bo'lsa, mesela demek bu hadisda hozir deyilgani yemek içmekning gapi deyildi, jimoning gapi deyilmabdi deyilsa, bu jimoning gapi bunga hukmi berishgan, hammasini hukmi bir. Undan keyin ilgirki hadisda adam ayolim bilan yaqinchilik qildim deganda kafarat buyurganda cho desa, unda bir yemek içmekniki nimasi? Yemek içmekten hükmü Ramazan'daki, toxtashdaki nima bilan bir. Yemek içmekten hükmü aşı cuma bilan bir. Ma meyadik unutib qolgandagi hukmi mu? Meyadik ma yemek içmekten hükmü ajama bilan bir. O'xshash, hammaning hukmi bir. Shuning uchun uni desa buni degan bo'ldi, buni desa uni degan bo'ldi. Dalolat nas yo'li bilan chiqadi hukm. Endi agar bir adam tamoqni yeb Amdi bunu uzamsım ketdi deb, uzamsım ketdi deb, andın yine ağzını yota deb yese uçaqda bunu rusu sınıdı ve hatta barchada kaparatni bilib olib qasdan shundoq qatarib qoldi. Agar bu odam bu hadisni bilib turib, Payg'ambar alayhisolamning bir odam unutib qolib tomoq yeysa, ichsa rusu sinmaydi, rusuni to'liq tuyasin degan hadisni bilib turib, bu odam yine keyin tomoqni yeyversa bu bunga kaparat vojib bo'ladi degan. Bir kun qazo, uni kaparat bilib vojib bo'ladi. Eğer de bu adam bu hadis uqmaydigan, bu hadis uqmaydigan, amdi uzam sinib ketibdi, Xudoyimda tamog'ini yeyversa bir kun qazo keladi. Endi ikkinchisi, birinchi ruzi sinmaydigan amalni deb bo'ldi. Ikkinchisi, bir adam uxlab qilib, shayton axlab qolsa, ehtilom bo'lish degan gap endi tushida bir tushkurab, undan sperma ketganini biz endi bizniki yerlik tilimizda shayton axlab qolibdi deymiz. Ehtilom bo'lib qolibdi deymiz. Yani İhtilam bulab qalsa bir adam uxlab. Buniki rozisi sinmaydi. Kunduzlikda demek kunduzlikda. Nimishqa deganda Abi Said al-Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisni tupayladim. Bu zot deydiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan.
Selasun la yufattirnes saim. El hicameh vel qay vel ihtilam. Yani üç xil iş var. Bu ro'zadarning ro'zasini sundurup etmeydi o. U üç xil iş bolsa bir qon aldırış yani lo'nqa quyish, ikkinchisi bo'lsa qusush, ya'ni mayda qusush degani zo'rlan qusush emas, ya'ni qusuq o'lchakisiga kelib, yaltirib qolib ko'ngli ilishib qusush demakchi. Uchinchisi bo'lsa shayton aqlab qilish, ya'ni ihtilom bo'lish. Mush uch ish nima qilmaydi? Ro'zani so'ndirib etmaydi degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ve çünkü hem de buniki yeni bir illeti nima deganda, chunki bu şeytan ahlab qilish deganda insonniki o'ziniki nimasi yo'q bunda. İnsanın o'zining bir ixtiyorli ish emas bu. Bu odam uxlab qolsa, andan bunga ayni tush deganda inson boshqara olmaydi. Tush degan faqat Alloh taoloning boshqarishida. Tush degan inson o'zi kontrol qila olmaydi tushni. Men unda tush ko'ray, bunda tush ko'ray deb tush ko'ra olmaydi. Bunun kontrolü qildik ish emas. Shuning uchun bu tushda shayton ahlab qilib isprimish ketgan bu ish, hatta uni unutib qolgandanmi nima yoq ish bu? Mubolag'atliroq ish. Nima ish qilganda, bilim unutib qolib tomoq yesa, amaliyot o'zi yeydi u tomoqni. Unutib qolib tomoq yesa, amaliyot o'zi ichidi u. Lekin uxlab qolgan chog'da shayton ahlab qolgan ish-chu. Buni faqatlan bu xiyol qilishdi, xiyol. O ko'rgan tushi bu. Buni hech qanday bir amal ish harakat qilmaydi, lekin bundan meni ichib ketgan bo'lsa-mu, biroq buniki o'z kontrolligida bo'lgan ish emas. Shunga dalolatun nas yo'li bilan, ya'ni bir tariqa avla yo'li bilan degan gap. Uni unutib qolib tomoq yeb ichgan odamniki ruhi sinmaganida, uxlab qolgan chog'da shayton ahlab qolgan ruhi albatta sinmasligi kerak degan gap. Shu demak, hadismi bor bunga. O'zini. So'zlab o'tdik. Hamda uchinchi ro'zasi buzilmaydigan narsa, bir odam ayoliga qarab o'tirib, ayolini silmay, so'ymay, ayoliga qarab o'tirib, bundan isprimish ketgan bo'lsa, buning ro'zasi sinmaydi. Yoki bir odam o'ylanib, xotinasi o'ylab qonam, qalbida xiyol qilib o'tirib, bundan meni ketgan bo'lsa, buning ro'zasi sinmaydi. Nima ishqa? Chunki bu yerdagi bunda qarab o'tirib yoki xiyol qilib o'tirib bundan isprimish ketishi degan nima o'xshaydi? Ihtilom bo'lish o'xshaydi. Ya'ni bu qiyosdan chiqqan hukm mana shu. Qiyos degan. Chunki shu bilan bu yerda uxlab o'tirib xiyol qilgan bilan amaliyotda o'tirib xiyol qilib, tafakkur qilib o'tirib meni ketib qolgani o'xshash gap hukmi. Nima ishqa? Bu faqatlam shart shuki, nima bizniki avrat bilan o'ynashmaslik. Avratni g'idiqlab o'ynashmasdan endi o'chib ketib qolsa, bunun ro'zasi sinmaydi. Hamda deganlik hamda shu qalab o'tding, ayolib qalab o'tding, uni ko'zni yog'mang degan emas. Bunun savoblari bir qaç ketadi. Biz 5ta ro'zaning darajalarini so'zlab o'tdik. Ro'zaning darajasining eng birinchi darajasi ko'ngilni yig'ish, ikkinchisi barliq a'zoni haromdan yig'ish, uchinchi darajalik omma xos tutgan eng oxirdagi ro'za ana shu shariat ahkomlariga bo'yicha tutish deb so'zlab o'tgan 5ta. Hamda hozir biz shariat ahkomlarida eng oxirdagi shu eng tuvan darajalik ro'zaniki ahvolini da'vat etamiz. Biz ma'naviy ro'zani gapini da'vat etmaymiz. Ma'ruzani tutish orqali qiyomat kuni Alloh taolosiniki shu ro'za degan bir farzini qilmaganlikka jazosini qutuldi, lekin Rayyan degan jannatga ketgan savobga u ro'zaga berildigan Alloh taolaning savobini umid qilib payg'ambarlar mustaqil kechasi qiyam qilsa o'g'damuniki ilgari o'tgan gunohlarini mag'firat qildi degan savobliga, iftor vaqtidagi ishga qo'shilib qolib bir qo'shilib iftor vaqtida bir qo'shilib Alloh taolaning oldiga bag'a vaqtida degan munda savobga erishilmaydi. Munda o'zini yag'magan odamlar. Lekin buning ro'zasi sinmaganligi bu shuni jazo tortilmaydi. Savob erishmasam jazo tortilmaydi. Bu shuni tushunib olishimiz kerak. Endi yeni bir ro'za sindirmaydigan amil bir odam Ramazonning kunduzida o'ziga atir chassa, buning ro'zasi sinmaydi. Atir chashqanga. Nimishqa? Atir degan badanning teshligini tutgan narsa. Xuddi yuyunga o'xshash. Yuyunsiz ro'za sinmagandek atir chashqanga ro'za sinmaydi. Ham tük-tüşklerden badandagi tük-tüşklardan badanning ichki qismiga kirgan suvga ro'za sinmaydi. Bir adam ichki kunduzida suv tassa, uning ro'zasi sinmaydi. Nimishqa? Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisni tufaylidan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu deganki, bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib dediki, "Meni ichki ko'zim og'rib qoldi. Suv tassam bo'lamdi, men ro'zdor holatimda" dedi. Payg'ambar alayhisalom dediki,
Naam, ha, surmat alsang buludu dedi. Bunu İmam-ı Tirmizi rivayet kılan hadis. İmam-ı Tirmizi dedi ki bu hadisden ki ulamalar ro'zalarning surmati atishida har xil qarashlar kelgan. Ulardan ba'zisi ro'zalarning surmati atishini yomon ko'rgan, makruh degan. Bo'lsa Sufyan ibn Mubarak, Ahmad, İmam Ahmad rahimahullohlarning qavli. Ularning bir qismi bo'lsa ro'zalarning surmati atishga ruxsat bergan bo'lsa İmam Shafi'i, Anas, Hasan al-Basri ve İbrahim an-Naxai qatorliq ulamalarning qavli va tabiiyla bizniki Hanefi mezhebida mu surmati atsa ro'za sinmaydi. Endi yeni ro'za sinmaydigan yana bir amil bo'lsa, o'ziniki ayollarini Ramazonda so'ysa, unidan bir isperma mani etilib chiqmasa, ro'za sinmaydi. Nimishqa? Bunun delili Ayşe radıyallahu anh'dan kelgan rivoyatda Ayşe radıyallahu anh'a deganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni ro'zada turib suyatdi. Sizlarning qaysinglar Rasululloh o'zini tutib oladigandak o'zini tutib olalaydi deb Ayşe Siddiq radıyallahu anh'a shunday degan. Demak, bu hadisdan chiqdi ikki mazmun. Bir odam ro'zada turib ayolni so'ysa, ro'za sinmaydi agar bundan meni isperma chiqib ketmasligida. Andin. Lekin o'zini tutolmaydigan odamning ayolini suyishi nima makruh. Buni haqida hadis keyin so'zlab o'tamiz. Endi yana bir ro'zani sundirmaydigan omil. Ro'zador g'ayvat qilsa, ro'za tutib turib g'ayvat qilsa, buning amaliy ro'zasi sinmaydi. Lekin buni g'ayvat qilish harom. Ro'zadan sirtmi harom, ro'zaning ichida harom. Lekin ro'zaning ichida g'ayvat qilgan aman buningdan shu ro'zaning savobi yo'qlab ketadi. Ro'za savobi yo'q, lekin gadindan nima mas'uliyat ado etdi, ro'za tutishdan mas'uliyat ado etdi. Lekin tutgan ro'zasining savobi yo'q. Biz yuqorida so'zlab o'tganday. Lekin bir odam g'ayvat qilib o'tiblam, endi men nima qilay? G'ayvat qilib endi men ro'zam sindi deb bir narsa qasdam yegan bo'lsa, uning kafarat, qazo kafarat bo'lishi vojib bo'ladi. Shuni g'ayvat qildim deb tamoq yemaslik lozim. G'ayvat qilmaslik lozim tabiiyki. Nemish qilib g'ayvat qilgan ro'za sinmaydi desa, chunki buningda iftor qiluvchi surat jihati, ma'ni jihati, ya'ni surat jihati turgan yeyish, ichish, jimo qilish. Ma'naviy jihatdan bo'lsa, shu dorilik quvvati va yemak ichmaklik quvvati va shunga hukmaydigan narsalar va shahvatni qattiq rohatlantirish, orom topib qo'yishdan iborat bu ma'nolar topilmaydi bugun g'ayvatda. Demak, bunun amaliy ro'zasi sinmaydi degan gap. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki "Men lam yada' qawla az-zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu" degan hadis mesela. Payg'ambar alayhisalom degan, har qanday odam yolg'on gapni tashlamasa, yolg'on qasam ichishni tashlamasa, uning amal qilishni tashlamasa, Alloh taoloning uniki tamoqini, ichimlikini tark etishga hech qanday hojat yo'q degan hadisi ma'nisi nima degan bo'ldi desa, bu ma'nisi buning ro'zasining hech qanday savobi yo'q. Buna savob berilmaydi. Lekin gadindan ash farz ado etamdi. Gadin farz ado etdi, lekin qilgan ro'zasiga savob berilmaydi degan bo'ldi ma'nisi. Ya'ni ro'zani ikki turga bo'lgan biz beshta ma'naviy ro'za, amaliy ro'za deb. Uningdagi 3 darajaga bo'lgan, ya'ni am xasning ro'zasi, amlarning ro'zasi, xaslarning ro'zasi, xaslarning ro'zasi deb 3ga bo'lgandir. Qiziqqanlar shu tafsiliy basanglar bo'ladi. Endi ro'zani sundirmaydigan yana bir amil bo'lsa, bir odam o'zi zo'lan qusmay, undaq ko'ngli erishib ketdi, ya yotib qilib, ya oshqozni buziblam, o'zi kelsa, buning ro'zasi sinmaydi. Nimishqa biz ilgari so'zlab o'tib bo'ldik hadisni. Biz buning hadisini so'zlab o'tdik. Payg'ambar alayhisalom nima degan? Qon aldirish, bunda o'lchakisga qusish, undan keyin ihtilom bo'lish ro'zani sundirmaydi degan hadisni tufaylidan 3-8 ga qusuq kelsa ro'zasi sinmaydi. Endi ro'zador o'ziniki avratiga bunda dartam dursa, ayol kishi emas, er kishi o'zining avratiga
darı tam dursa bunun ruzu sınmaydı. Anladın? Bunun ruzu sınmaydı. Lekin ayal kişi özündeki evlilik mirası tam darı tam dursa bunun ruzu sınıdı. Hem de ruzunu sınırmaydıgan amının yana birisi ruzudarınınki geliga bu konak kitip kalsa, ya çivin kitip kap kalsa bunun ruzusu sınmaydı. Nemişka çünkü bu konaktan, çivillerden, bunda şeylerden saklanılamaydı normalde. Saklanılan lazım. Ağız diye kitip kalış mümkün. Lekin hem de bir adam ağız yamuk yakkanı talağı çıkarıp oturup ağzı yamuk şişse, kalk şişse ağzını dikkat edip oturup bunu Rus'unda 5 ders söyle öttük. Lekin ama bu konak çiville bunu hükmedemez. Hem de ruzudar bunda junup halette tanıt kutsa, yani ayarla münasebet etkileyip kişisi yuyunuş ülgürmeyle tanıtıp kalgan bolsa bunun ruzu sınmaydı, ruzu bulabildi. Demiş kadise Seyyide Ayşe radıyallahu anh'a rivayet kılgan hadisin tüpeyinde Ayşe radıyallahu anh'a degan ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin gayacaklarda bazı vaktlarda Ramazan'da Resulullah junup haletinde tanıtıp kalattı. Şeytan asab kamallık belki bizden yakıcılık kılgan haletinde tanıtıp kalattı. Yuyunuşku ülgürmey. Peygamber aleyhisselam aynı tanıtıp olgandıkken yuyun attı, yani roz tutuluk haletinde degan hadis. Bu Sahih Müslim'nin hadisi. Müşür hadisin cevabından bir adam cunupluk haletinde tanıtıp kalsa bunun ruzu sınmaydı. Ve yeni bir sebebi şu ki çünkü Allah Teala kişinin hemmisini Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? Fel âne bâşiruhunne de Sure Bakara'nın 287. ayette uhille lekum leyletes siyamir refethu ila nisaikum hunne libasul lekum ve entum libasul lehun alimallahu ennekum kuntum tahtanune enfusekum degan şu ayetniki devamında fel âne bâşiruhunne degan emdi adlarını kuşaklanlar ve betegu ma keteballahu lekum Allah Teala sizge ataqan rızkını talep kılın, yani bağlı talep kılınlar degan şu ayette bu ayet şu kişinin hemmesine gün oltuğandan tartıp şu mağrib yani namaşem gün oltuğandan tartıp ta ki tan attıkça şu kişinin hemmini ölçük altı bu ayetin hükmü. Ayarlı yakıncılık kılış halal kişinin hemmesi de. Hem de bir adam şu ta ki tan attıktan ahirki minut kılça bunun hükmü şunda olgandı ki bir adam şu tan attıktan ahirki minut kılça bir adam ayarlı yakıncılık kan bolsa tan atış toktuğan bolsa tabiilam bu tan atqandı bu adam junup haleti tan atqan boludu. Yuyunğandı bu adam tan atqandı ki yuyunudu tabii ki. Şunun için bu zaruretle getirdim bunu ki bu junupluqi ruzuğa hiç qanday qarşı qarşı kelmeydi. Hem ruzunu sundurmaydigan yana bir amil olsa bir adam kişinin arasındaki tamakni yutup etse Ramazan'ın gündüzüde o yutup etken tamağı nuqtdan azroq kunjutchilik ana kichik narsalar qolib qolsa buniki ruzusi sınmaydı. Lekin biz ilgili ders so'zlab o'tdik, agar nuqutchilik yoki nuqutchini ko'proq cho'nqilab qolib qolsa ruzusi sinadi dedik. Agar shu chin og'risiga shu nuqutning kichik narsalarni kunjutchilik narsalarni qo'lni talog'i bir elib teshib olib uni keyin og'ziga yeni bir salsa yeni ruzusi sinadiganligini so'zlab o'tdik. Nima ish qilganda az kichik narsalar ruzusi sinmaydi, chunki kichik narsalar uning tüfküge tava, sho'lgiga tava. Ondan saqlanib bo'g'lamaydi. Shuning uchun uni ruzusi sinmaydi. Agar ko'p bo'lib qolib qolsa, buni ruzusi sinadi. Endi mana mishagicha biz bir qadar ruzuni buzadigan, buzmaydigan omillarni so'zlab o'tdik. Endi ruzuni hozir yana bir so'zlab o'tamizki, ruzuni buzmaydigan, lekin makruh bo'ladigan. Ya'ni makruh. Roza sinmaydi. Lekin bu ishni qilish makruh. Ya'ni yaxshi ish emas hamda. Yomon ko'riladigan ish. Bu qaysi ishlar desa, bir adam Ramazan'ın gündüzüde o'zining eg'izidan bir narsani tetsa, ro'zador turib, bunun ruzusi sinmaydi. Nima sinmaydi ruzusi? Buni qusqiga iftor qilish bilan qusqiga yetmaganlik uchun. Lekin bunga makruh bo'ldi. Nima bunida ruzuni tas sundirib tas qatir ruzuni. Masalan, bir adam bir yerda mokida yutib qolishi mumkin. Anladın? Mokida yutib qolishi mumkin.
Şunu için Rus ısınmaydı. Hem de şu tedgan nəsini yutmaslık şart veren Rus ısınmaydı. Degen tedgan nəsini yutursası ısınıp gidiyor. Ben de bir nait kıl kalan degen şunun için mekruh. Mekruh. Hem de ayal kişi tamak edip hem de tamakının tuzunu temin tetimese bütün öydeki hem adamın tamağı bozulduğu halatlar kapkasa bununla şu yutmaslık katen yutmaslık şartı bilen nait yenik şekilde tetbiqiş ruhsat. Lekin ruhsatını sundurmaydı. Onu kendi taharet ağa vaxtıda şu ağzını çayqa vaxtıda bunu çayqa vaxtıda bunu katdı sonra oy gelgıcı qarqaya qilishmak gelgıcı. Çünkü her qanday çağda galgıcı qarqaya qilgan gap suna taharetde. Lekin Ramazanda şu ağzımızdaki, çişimizdeki ornuluğuna çayqaymiz, gelimizga suni apamaymiz. Burnumuzu çayqandımı anda şurap mınımızga açıqmaymiz. Faqatlam şu normal şu burnumuzdaki şu mında ilgilediğin basak perek soğuğa kümeçek soğuğundaki aslında terapi, kanşanın aslında terapi kanam şu an çayqsak boldu. Hem de 8 çaynaş yani bu da 8 poptanlar var 8 kempitler. 8 kempitlerini çaynaş sıkıntı dese bunu çaynaş mekruh. Lekin Rus ısınmaydı çünkü bu narsani qattiq shilash bir çapqashqa narsa bo'lganligi uchun bu acilib qusaqqa kelmaydi u. Lekin ashuni chaynab buni ta'mini yutmasa bir odam og'iz chaynayversa bu makruh lekin Rus ısınmaydı. Mana biz mesela yani sığız çaynaş tarat ağandı bek eğizga şu gal kan ağıcısını yapıp çayqaş ağzını bunun mığız kış açıp çayqaş bir narsanın təmlerini ötetiş degende işler özrüsüz sebepsiz nima mekruh. Hem de bir adam şap qap qalsa hem de Ramazanda ağızlarımızda abdan bir çayqap tazılap çötküselep ya olsa pakizlap tutmasak bo'lmaydi ekan ağzımız şap qaladı ekan desa Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisi diyen ki ro'zadarning eg'izdan chiqadigan batbi furoq Allah Teala'nın dergahida ipar emberdin muhş piroqdir degan. Shuning uchun har qanday og'zini Ramazonda bir qanday furoq qolsa oshqozon bakaliqdan bir qanday g'ayri furoq chiqib qolsa buni hargiz yo'q qilib o'tmada buni yago soatmi chim chaqatmi deb anda qalaydigan narsani og'izga akilish ro'zini qattiq xatarga ittirganlik. Bu makruh, hammasi makruh. Ruzunu sundurulmagan takdirde bu mekruh işler. Çünkü onu kılması lazım. Hemmini saklap oturup şunu da iptalini gün kılış lazım. Lekin bir adam ağzı misvak sası ruz sunmaydı. Misvak sası. Yani ruzularga mekruh bulmaydı kaçta misvak seliş. Öl misvak ettigen keşte normalde yani üstündeki misvakların işlikte işte ruzunu sundurmaydı. Lekin çok gören adetli çiş çötküsüne korksasa ruz sunmaydı. Lekin wow, yago degan narsalar bor. Shu narsalarni elishtirib chayqash ma'u makruh. Agar bu yutib salsa russinidu, ta'mi og'iz kishasiga yuni russinidu. Bu boshqa gap, buni hukmi boshqa. Hamda nima ish qilib misvak salsa ruzi sinmaydi desa, Amir ibn Rabi'a radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda bu zot deydi, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ruzidor holatida misvak sag'aligini ko'rdim, sanab bo'lmayman. Qancha qatim yani Resulullah ro'zador holatida og'izdan misvakni olmaganligining jihatida men sanab bo'lmayman deydi. Hamda ro'zadorning o'zining tufkini yutishi ruxsat, uni ruxsatlanmaydi, nima emas, makruh emas. Ondan. Endi buni tufkini yutish degan hamda quruq og'izni yutish yoki og'izni ho'l olib ketganda yutish, og'izni chayqab o'tib, tartag'andan keyin og'izi ho'lak o'lib bo'ldi hamda. Bir kız tüfükle oydamdı. Şunu böyle yutuş diyen arasında farkı yok. Hani ağız tüküvetip şalak tüküvetiş şart demez. Tüküvetiş şart demez. Demek benim işe gidecek hep boğaça biz emdir ruzunu bozmaydıgan amillarını sözlep boğan bulduk. Bu derslerini intayın yaxşı özleştiriş olan ümit qilamiz. Endi biz bunun din kinki dersimizde qandaq kişiler Ramazan'da rozu tutmusu buludu. Qandaq kişiler Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de qilgan ruxsati bo'yicha qandaq kişiler ilishalaydi va ruxsat tutib bo'lgandan keyin qachon buni ruxsatning qazosini qanday shaklda tutadi degan hukmlarni keyingi darsimizda bilamiz. Qiziquvchilar
keyingi darsimizga quloq solishingizni umid qilamiz. Va axiru da'vana anil hamdulillahi